Bahodurnoma. Abdur haqida. Yazgıcı Yasinjon Sodiq Cho'g'lan 1966 yılı 3 ayda Yakan nahiya bozorida ishchi oilasida tug'ilgan. Oliy maktab to'liq kurs ma'lumotiga ega. U hozir Yakan daryo boshqarish idorasining siyosiy bo'limida xizmat qiladi. Jungo Yazgıcılar Jamiyatining a'zosi. Şinjan Yazgıcılar Jamiyatining a'zosi. Qashqar viloyatlik Yazgıcılar Jamiyatining muavin raisi. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining to'xtamliq yozuvchisi. Qashqar jurnalining tahrir hay'at a'zosi. Yasinjon Sodiq Cho'g'lan 1988 yılı 4 ayda sobiq Yakan gazetida e'lon qilgan Oddiy sodda boshliq nomli hikoyasi bilan adabiy ijodiyot sepiga kirib kelgandan buyon ishdan sirtqi vaqtlardan foydalanib, tirishib ijodiyot bilan shug'ullanib, rayonimiz adabiyot ishlarining taraqqiyoti uchun belgilik to'hfa qo'shib keldi. Uning bir qism hikoya postlari, shundaqla Jallod xinim, Noznin qizlar, Sharandoz ayol qatorliq tarixiy va real temadagi romanlari o'qirmanlarning va adabiyot tadqiqotchilarining yaxshi bahosiga sazovor bo'ldi. Bir qism asarlarga maxsus temada adabiy obzorlar yozildi. Romanlarning hammasi o'qirmanlar orasida kuchli kitob o'qish qizg'inligi paydo qildi. Qurib ketgan daryo, Qumluq, Kala, Taus Allayin, Yulduz ko'zingni qisma, Fatimaning ko'nglaki, Bahor qatorliq post hikoyalari xanzu tili va boshqa tillarga tarjima qilindi. Uning "Ey Sahra" nomli hikoyasi avtonom rayon bo'yicha 6-navbatli Xon adabiyot mukofotiga, Yulduz ko'zingni qisma nomli hikoyasi avtonom rayon bo'yicha 15-navbatli Xon adabiyot mukofotiga, Oy Mökkan kecha nomli hikoyalar to'plami mamlakat bo'yicha 6-navbatli Tulpor adabiyot mukofotiga, Qumluq nomli posti Tarim adabiyot mukofotiga, Qurib ketgan daryo nomli posti Oltin to'y mukofotiga erishdi. Adabiy ijodiyotdagi mo'l natijalarga asosan Şinjan Yazgıcılar Jamiyati uningga 2006 yili avtonom rayon bo'yicha tunji navbatlik Şinjan yosh yozuvchilar adabiyot mukofoti, ya'ni to'hfa mukofoti berdi. Qashqar viloyatlik Partkon tashviqot bo'limi va adabiyot san'atchilar birlashmasi tomonidan axloq kasbida tang yetilgan munavvar adabiyot san'at xodimi bo'lib baholandi. Uning hozirgacha nashr qilingan kitoblari tuvandikicha. 1. Yurakim yig'laydi. Hikoyalar to'plami. 1997 yili Qashqar Uyg'ur nashriyotida nashr qilingan. 2. Oy Mökkan kecha. Hikoyalar to'plami. 1997 yili Millatlar nashriyotida nashr qilingan. 3. Jononga yozilgan xatlar. Postlar to'plami. 1998 yili Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyotida nashr qilingan. 4. Kalkuk balasi. Postlar to'plami. 1998 yili Millatlar nashriyotida nashr qilingan. 5. Sukutdagi zimin. Post hikoyalar to'plami. 1998 yili Şinjan xalq nashriyotida nashr qilingan. 6. Kuylar xonishi Omon Nisoxon. Tarixiy post. 2003 yili Şinjan xalq nashriyotida nashr qilingan. 7. Adolat homiysi Saidxon. Tarixiy post. 2003 yili Şinjan xalq nashriyotida nashr qilingan. 8. Devon mashrabga to'kilgan qon. Post hikoyalar to'plami. 2005 yili Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyotida nashr qilingan. 9. Davon. Roman. 1998 yili Qashqar Uyg'ur nashriyotida nashr qilingan. 10. Jallod xinim. 2 qismli tarixiy roman. 2003 yili Şinjan xalq nashriyotida nashr qilingan. 11. Noznin qizlar. Roman. 2006 yili Şinjan xalq nashriyotida nashr qilingan. 12. Sharandoz ayol.
Roman 2008 yılı Şinjan Xalq Nəşriyyatında nəşr qılınğan. 13. Ateş qalb saxavatlik zimin. Makro ədəbi axbarat 1997 yılı Qashqar Uyğur Nəşriyyatında nəşr qılınğan. 14. Yolla esingda bo'lsin. Ədəbi axbaratlar toplumi 2000 yılda Qashqar Uyğur Nəşriyyatında nəşr qılınğan. Yasincan Sadıqçıoğlan köp yıllık jabalıq izlenişinin nəticəsi bolğan 6 qismliq zor həcmdəki tarixi romani Bahadır namını yazıb bitirgəndən keyin yaxınqı bir neçə il içində yazğan bir qism post, hikoya, nəsr, əslime, maqalə və söhbət xatirələrindən tüzülgən ədəbi toplumi Altın Juvanni nəşrə tapşırdı. 14. əsrinin axırlarından 16. əsrinin beşiğici bolğan O'rta Asiya, cümlədən Uyğur cəmiyyətinin ümumi görünüşü ətraflıq surətlənən bu 6 qismliq roman oqurmanlarni çunqur oyğa selib təfəkkürünü yira O'rta əsrə başlap bardı. Toğluq Tömür əvladları bilan Əmir Tömür əvladlarının taxt səltənətə varislik qilish, gülleniş, zavallık yüzleniş ve qayta baş götürüş tarihi jarayoni bu romanda dastan, yani epos karakterlik yoritib berilgan. Qavm qayrindoshlik, urug' tuqqandarchilik mehri, taxt mojrolari, istilochilik, chiriklik, so'pi insonlarning ayni davr jamiyati ko'rsatgan ta'siri, jahiliyat, tafriqchilik, axloqiy yemirilishdan bixlangan ma'naviy puchaklik, saltanat, istilochilik uchun ib berilgan qonliq jang ko'rinishlari, bahodirlik, mardlik, vafodorlik misollari o'qirmanlarni mo'l tarixiy ma'lumotlarga, qonliq saboqlarga, qaynoq hayajon va zo'r ma'naviy quvvatga ega qiladi. Ayni davrda yashab o'tgan Sulton Uvaysxon, Amir Xudoydod, Sarkarda Said Ali Olib, Sulton Esenbog'axon, Do'st Muhammadxon, Soniz Mirza, Muhabbat Haydar Mirza, Sulton Yunusxon, Muhammad Husayn Mirza, Said Muhammad Mirza, Shahruxxon, Mirza Ulug'bek, Abu Said Mirza, Sulton Mahmudxon, Sulton Ahmadxon, Olajaxon. Sulton Ahmadxonning yana bir ismi Olajaxon. Zahiriddin Muhammad Bobur, Sulton Saidxon, Jahongir Mirza, Mas'ud Mirza, Yodigar Muhammad Mirza, Mirza Haydar Ko'ragon, Sulton Xotun, Davlat Sulton Malika, Xonish Isom Davlat Begim, Xonish Shoh Begim, Oyjamal Og'itja, Xonish Gulharshod Begim, shundaqla Eshon Shayx Nizomiddin Xomush, Xo'ja Ahror, Mavlona Muhammad Qozi, Mirza Abubakri, Muhammad Shaybonxon qatorliq tarixiy shaxslarning ottor qalam ostida yoritilgan badiiy obrazi o'qirmanlarning qalbida yorqin bir sima bo'lib chaqnaydi. Qisqasi, yosh yozuvchi Yasinjon Sadıqçıoğlanning uzun yillik izlanishining samarasi bo'lgan bu roman o'qirmanlarimizga o'zgacha badiiy zo'q bag'ishlag'usi. Mazkur romanda o'qirmanlarning ko'rishiga qulay bo'lsin uchun qisman izohlar mazmun ehtiyoji bo'yicha takror ham mazmun jihatdan qisman farqliq berildi. Kitapga jiddiy tutish qilganligimiz, uning ustiga kitobning mazmun doirasi keng bo'lganlikdan savalliklardan xoli bo'lmaganligimiz tabiiy. Kam o'qirmanlarning tanqidiy fikr berishini so'raymiz. Millatlar nashriyoti 2010 yil avgust